Şiir Bayroqni vatanda lapildatamiz. Abduri Hamid Shunqar. Uyg'ur bo'p to'raldiq, faxrlanamiz. Uyg'urcha go'zal til ta'sirlanamiz. Aqlda, jamolda, adab, axloqda insonlar ichida sarxillar biz. Nemishqa munosib qimmatimiz yo'q. Mancha ayondur har xilligimiz. O'zgiga cho'qinib, o'zni yaratmay, o'tibdi xo'rliqda asrlarimiz. Dadangni o'ltirsa, onangni badab. Vijdonni yo'qotgan tamsillarimiz. Egilgan beshingni qilich kesmasmi, qulluqqa ko'nibdi har bir izimiz. Dövlətsiz qilishqa sabab o'zimiz. Nayrangi yengildi tadbirlarimiz. Nam ataq pulni deb o'zaro dushman yo'qolavasimi nasllarimiz. Yuraklar o't edi, poqqa aylandi. Vijdonsiz, g'urursiz ba'zilarimiz Xitoyni maqtaymiz zulmdan qaqshab. Dunyoda kulkidir ta'turligimiz. Bo'ldi bas belgigul xoqon nasli biz. Mustaqil vatanda qadrlarimiz. Uyg'urdan so'yinib, so'yib yashayli. Vatanga kuch bo'lsin ajrlarimiz. Xitoyga namoyish dua qarqinmas. Jihad bu partlusun qahrlarimiz. Xitoyga beqinib Uyg'urni satma, do'zaxda ko'ymasin qabrlarimiz. Bu tuproq Uyg'urning taxtimiz sulton. Qurusun muavin vazirligimiz. Vatan va xalqim deb jon tikib otlan. Bayroqni vatanda lapildatamiz. 2022 yili 10 noyabr. Mikrofon oldida Hidoyat Musajan, İstanbul.